Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Urganch shahridagi Eurodental klinikasına tashrif buyurdik. Shohrux Akbarovich yanına. Bugungi mavzumuz implantatsiya, narxlari, sifati, necha ishga qilinishi, hamma narsa haqida gaplashib o'tamiz, polniy obzor etamiz. Ham videoni oxirigacha ko'rsangizlar, sizlar uchun 2 dona zo'r taklifimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlar uchun zo'r taklifimiz bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu doktorimiz Shohrux Akbarovich bo'ladilar. Shohrux aka, o'zingiz haqingizda ozgina tanishtirib o'tsangiz, ma'lumot bersangiz podpishchiklarimizga, kuzatuvchilarimizga. Siz o'zi kimsiz? Klinikamiz haqingizda, o'zi implantatsiya haqida ozgina. Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, men Shohrux Akbarovich, Vras stomatolog lavozimida shu 2019-yildan boshlab ishlab boshlagandan beri o'zi bu klinika 2012-yilda ochilgan. Men praktikamni 2015-yildan buyon shu klinikada o'tkazganman. Keyinchalik o'sha bu yerda qolib, polniy hamma ish faoliyatim shu yerda bo'lib keladir. Государственный учрежденияларga girmaganman. Сразу частный klinika постоянно shu yerda keladirman. Hozirgi mobayngacha. Bizani videoni oxirigacha ko'rishlar uchun aytib o'tarim, nechun bizani eshitishlari kerak. Siz tajribangiz haqida, challam implant qo'yganingiz haqida ozgina bir aytib o'tsangiz yana. Shu men 2019-yildan boshlab shu implant qo'yib boshlaganman. Shu endi sanab ko'rmaganman-ku, lekin 2000 dan ziyod deb o'ylayman. Tushundim. Bo'ldi, hozir endi klinikamizni ish jarayonlari haqida polniy hamma narsani tanishtirib o'tsak, o'zingiz xonangizda boshqa nalar haqida. Bizlar bu yerda resepsiyon boshlanadi. Bu yerda doktorimiz Hasanboy ishlaydilar. Keyin o'sha ikkinchi xonada Mirzabek doktorimiz ishlaydi. Klinika o'sha 2012-yildan beri 24 soat davomida ishlab kelayotir. Hozir bozor kun bo'lgani uchun bu xona hozir ilik. Bu yerda Mirzabek doktorimiz ishlaydi. Keyin bu yerda o'quvxona bo'ladi. O'quvxonada studentlar kelib shu yerda foydalanadilar. Как фантомный xona atsak desak ham bo'ladi-da bu yerni. Bu studentskiy ekanda, kelib praktika fantomniy xonalar. Bu yerda o'sha nalar ham ulangan, monitora, HDMI bilan shu prezentatsiyalar, nalar hammasi shu yerda ko'riladi. Video ham netib turadi bu yerda. Ham ishlaganini demonstratsiya etib boriladi. Shun bo'yicha bu yerda praktika bo'ladi, lekin asosiy nazariy narsa bu yerda o'quvxonasi ham bor. Pastda podvalda o'xshi 2 dona o'quvxona bor. Birisi, masalan, bu yerda fantomniy desak, bu yerda o'sha kreslo yo'q. Qurib, bu yerda teoretiskiy. Teoriya. Bu yerda bizning xonamiz, rentgen xonalar ham bor. Bu xonamiz основной xirurgik xonamiz. Hamma xirurgiskiy operatsiyalar shu xonada bo'ladi. Arg xonalarda ham terapevtический, ortopedический, ham ortodontistik lecheniyalar shunda bo'ladi, dietический priyomlar ham shunda. Bu yerda основной o'zingiz ishlaysiz, saqrang? Основной o'zim ishlayman. Bu yerni shu xirurgiya moslab qilingan hamma jihozlari, fiziodispenser, keyin texnologiyalar haqida bir ma'lumot bersangiz, nechik novizna bor, nechik yangiliklar bor. Bu xonamizda hamma stomatologiyaga doir bu monitorni ko'rib turibman. Bu monoblokda biza masalan bu yerda rentgen xonamiz bor dedik-ku, hali ko'rmadik, uni ham ko'rsatamiz. Endi ko'ramiz. Rentgen tushgandan keyin patsientniki lokalniy set bo'lib, bu yerga o'tadi. Bu yerda polniy 3D'larni ko'rib, biza lecheniyalarni, plan lecheniyalarni shu yerda tuzib, o'zlarini ko'rsatamiz. Bu narsa уже прямой patsient o'tirgan yerida уже og'zini skanerni qo'yib, уже dishini ko'rasiz, sostoyaniyasini, to'g'rimi? Bu yerda skaner yo'q, hozir. 3D'da. Yo'q, 3D'si bu yerda bo'ladi, skaner apparat отдельный netiladi, bunga ulanadi, приложенияsi bo'ladi, skaner отдельный bo'ladi. Mana yoqqan tarafi, eng yoqqan tarafi shu Xitoyniki bo'ldi. Xitoyda masalan hammasi уже navigatsionniy xirurgiya o'tgan. Bizda hali navigatsionniy xirurgiya endi kirib kelayotir. Xorazm ham, endi O'zbekiston ham. Navigatsionniy xirurgiya deganda bizda уже masalan implantni qo'yib 2 oydan keyin уже ustini qo'yishga chaqirar edik. Bu yerda уже сразу ustini временный plastmassa koronka idishlar ham dokib berib turibdilar. Shuni ham xudo xolasa endi yo'lga qo'yamiz.
endi birdaniga emas, постепенный, поэтапный boshlatirmiz shu. Bu navigatsionniy implantda primoy keladilar, bir soatning ichida qo'yib, уже koronkalardan qo'yib chiqib ketadilar. Yo'q. Unda proses cho'ziladi. Masalan, uni birinchi biz qilinadigan ishimiz patsientni 3D rentgen qilamiz, keyin qon analiz, polniy analizlari qilinadi и rentgenda shu zichligi, suyakning zichligi, qalinligi o'lchanadi. Shunga nisbatan biz shuni Dikomov variantini o'zimizni nalarga yuboramiz. Shablonni yasab beradigan texniklarimiz bor. Shularga yuboramiz. Ularni o'zlari keyin bizlar shuni tayyor holatda yuboradi. Yuborgandan keyin uni ichida ham dishlari, ham abatment, ham multi unitlari, implantlar ham toshni natiladi-da. Uni xolos azlar rasmlarni qo'yib ko'rib natsak bo'ladi-da. Implantga kelganda, implant ishi masalan O'zbekistonga qaysi implant kirib kelgan bo'lsa, hamma sistemada ishlab ko'rganmiz. Tushunishim bo'yicha, o'zi bilishim bo'yicha sizni bilaman, innovatsiya etishdan to'xtamaysiz. Nov narsa chiqsa, O'zbekistonga kirib, o'zingizni klinikangizda sotib olib, hamma narsalarni aytasiz. Shohruh Akbarovich, masalan, men patsient bo'lib keldim. Implant qo'ydiracakman. Nechali etaplardan o'tishim kerakman? Necha dona etap bor, чтобы men implant qo'ydirib, polniy tayyor chiqib ketinchaman. Shu birinchi konsultatsiyaga yozilamiz. Konsultatsiyaga yozilgandan keyin qizlar o'zi chaqiradi. Shu vaqtda konsultatsiyaga kelgan vaqtda biz obyektivniy og'iz bo'shligini tekshiramiz. Og'iz bo'shligini ko'rganda patsient masalan necha implant ketishi, necha koronka, necha dishni lecheniya qilish kerak, hammasi tushuntiriladi. Shundan keyin уже plan lecheniya tuziladi. Plan lecheniya tuzilgandan keyin patsientni rentgen diagnostika qilamiz. Rentgen diagnostikada to'liq necha implant, necha dish qo'yilishi aniq bo'ladi. Obyektivni ko'rganda biz сразу faloncha dish yo faloncha implant qo'yiladi deb aytib bilmaymiz. Rentgenxonalar endi ko'rib chiqamiz, alang. Uni endi ko'ramiz. Men konsultatsiyada shu polni hamma narsani aniqlab olib, o'sha konsultatsiya tugagandan keyin challam vaqtdan keyin kelib o'sha qo'ydirishim mumkin. Implantlarni? Implantni grafik bo'yicha masalan operatsiya kunimiz belgilangan, ochiq bo'sh kunini qo'yib chaqiriladi. Masalan, men qo'ydirajak bo'lishim mumkin 4 dan ko'p implant shuni bir vaqtning o'zida qo'ysa bo'ladimi? Necha dona bir vaqtning o'zida qo'ysa bo'ladi? Bir vaqtning o'zida bo'ladi. 1-2 patsientlar keladi bizga, masalan, hamma narsalarni, даже rentgen diagnostikalari bilan, уже boshqa doktorlar bilan ham konsultatsiya etib, menga уже implantni qo'ying deydigan patsientlar ham keladi. Masalan, сразу implantni qo'yib bering deb. Buning patsientlar ham bor. Ular ham shu, masalan, obyektivni ko'rib, уже сразу rentgen diagnostikasini ham kontrolini ko'rib, shu kunning o'zida ham qo'yib bergan holatlar bo'lgan. Даже analizlari bilan keladilar patsientlar. Zo'r. Shu hozir masalan, necha vaqtning ichida operatsiya etib qo'yib bo'lasiz o'sha implantlarni? Masalan, men 4 dona implantatsiya qo'ydirajak bo'lsam, necha soatning ichida bo'ladi? Endi har xil случайлар bo'ladi. Masalan, suyakni qalinligi, zichligiga ham bog'liq-ku. Masalan, сложный proses bo'lishi ham mumkin. Основной oddiy protseduralarda bir implantga kami 10 minut ketadi deb o'ylayman. 10 minut? Kami. Bir implantga. Может, masalan, 4 implantga 20 minutdan qo'yganlarimiz bor. Shunchalik tez bo'ladimi? Masalan, bizda ustozlarimiz bor Toshkentda kelib qo'yib beradi сложный operatsiyalarni. Avval masalan bizda uning сложный случайларni qilib bilmasadik, shu vaqtda chaqirar edik. Lekin hozir o'zlarimiz qilamiz. Shu vaqtda ustozimiz Toshkentdagi O'tkir aka Vohidov двухстороннее открытие sinus lifting 6 dona implantni 20 minutda qo'yib beradi. 20 minutda 6 dona implant. Uni o'zi assistentlari pak nima desam, vrach bo'lib ketganlar. Zo'r. Siz ustozingiz? Birinchi ustozim shu Dilshod Farhodovich bu yerda avval ishlar edilar, hozir уже yana bir nani ochdilar, klinikani bu yerga nima berdilar. Sakaldarlar klinikani. Birinchi ustozingiz Dilshod aka bo'ladi, to'g'rimi? Shundan o'zi o'rgangansiz, keyin уже o'rnini nima berganlar bu yerda. Zo'r, tushundim. Shohruh aka, bu masalan men implant qo'ydirajakman, lekin men shu bo'yicha bir qo'rqib turibman-da, endi bir og'riq bo'ladimi, yo'qmi, nechik bo'ladi masalan?
Og'riq, masalan, noga nisbatan, masalan, implant qo'yilganda og'riq umuman sezmaysiz. Implant qo'yilgandan keyin ozgina singlda og'riq bo'lib qoladi. Masalan, dishingizni oldirgandan bo'ladi-ku og'riq. Shunday og'riq, masalan, diskomfort deb ataladi, u 1-2 kun ichida o'tib ketadi. Dim kuchli og'riq bo'lsa, uje masalan, implantni qo'yilgan torkina bog'liq. Masalan, tork baland bo'lsa, og'riq to'xtamay og'riq beradi, tamom. Bunday vaqtda implantda masalan osteointegratsiya emas, fibrointegratsiya kutiladi. Fibrointegratsiya degani o'sha implantni qotmasligi periimplantitga olib keladi. Implant turmaydi. O'sha ortopediyasini qo'yib bo'lmaydi. Tushundim. Kimlari mumkin emas yoki shunday holat bo'lishi mumkin-ku, implantatsiya mumkin emas. Implantatsiya mumkin emas degan o'zi berilgan, masalan, absolyutniy yo относительный противопоказаниялар bor. Absolyutniy kiradi, umuman mumkin emas. Artrit, artroz kasalliklari bor, masalan, suyakda. Злокачественный новообразованиялар bor, kasalliklarda mumkin emas. Сердечно-сосудистый заболеваниялар, ular masalan, nechik kasalliklar desam, уже sложный stadiyalarda ulardan mumkin emas, lekin masalan сердечно-сосудистый заболеваниyalardan относительный qo'yish mumkin holatlar bor. Masalan, ularda shuntirovaniya bilan keladigan patsientlar bor. Masalan, yaqinda qo'ydik, yana shuntirovaniya bilan 2 ayolning shuntirovaniya bo'lgan, yurakida 4 tanami, 5 tana shunt qo'yilgan. 2 oydan keyin уже bera keldi. Biz aytdik, xohlasangiz kardiologiyani o'zimda qo'yib beramiz, dedi. Xohlasangiz berdi. Yo'q dedi, men ish o'rnida natchakman dedi. Shuni o'zimda qo'yinglar dedi. Qo'ydik. Xudo shukr, hozir уже 1 oy bo'ldi, normal yuribdilar. Endi ozgina chiqish bo'ldi, go'karish yo uning ochoq sillilar bo'lmadi. Bir qo'yganda 9 danani qo'ydik shu patsiyentga. Instagramimizda ko'rdim, bir xo'janamiz implant qo'yibsiz ekan. Shu yosh bo'yicha nechik qaraysiz? Yoshning chegarasi bormi o'zi implant qo'yish bo'yicha? O'zi yoshning chegarasi menimcha yo'q deb o'ylayman. Chunki desa, endi yoshim o'tdi deb dish qo'ydirib yurmaydi-ku patsientlar. Ko'p odam masalan men yoshim o'tdi, endi menga masalan kerakmidi deb o'ylaydilar-da. Ular qo'yish mumkinmi o'zi? O'zi dish shu og'iz bo'shlig'ida eng toza organ hisoblanadi. Uni masalan chaynovda ishtirok etadi, masalan ovqatni hazm qiladi, to'g'ri chaynab yutib berishga yordam beradi. Shuning uchun biza baribir dish qo'ydirishimiz kerak. Nechun desa, o'sha boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradigan ham shu og'iz bo'shlig'idan kelib chiqadi. Shuning uchun ne только implantatsiya, boshqa dishlarni ham masalan mastovidniy protezlar, syomniy protezlar baribir qo'ydirish kerak. Ko'p odamlar dishsizlikdan aziyat chekadi. Chaynab bilmaydi masalan ovqatni, hazmat olmaydi oshqozoni. Shuning muammolar bo'yicha keladilar-ku. Uninglar ham gap turibdilar. Masalan, yaqinda bir patsientimizniki bo'ldi, shu oshqozon ichak kasallangan. O'sha dishlarni qo'yib bergandan keyin o'sha normallashdi deb o'ylayman. O'zlari ham aytdi, shu основной kelib chiqishi bu kasallikni og'iz bo'shlig'imdan ekan deb aytdi, boshqa doktorlar ham deb aytdi. Yana shu nechik vaziyatlarda qo'yishlari kerak implantatsiyani, ya'ni muammo bilan asosan keladi. O'sha bir dona dish yo'q bo'lsa ham baribir vrachga kelib ko'rinib, konsultatsiya olib, implant bo'lsa implant, mastovidniy protez bo'lsa mastovidniy, lebo syomniy. Implantatsiya uchun yoshning chegarasi yo'q deb o'ylayman. Nechun desa, eng kichik qo'yganim shu 20 yoshdan boshlangan. Eng kattasi 92 yoshgacha bo'lgan. 92 yosh odamga dish qo'ygansiz. Implant qo'yganmiz. Keyin uni 2 oy ichida dishini ham qo'yib berganmiz. Zakonniy. Pastlarimning o'zini dishlari bor edi, yuqorilarimda umuman dish yo'q edi. Protezda qalla, protezda zatib ovqat yeb bilmaganlar, menga yopishib tursin dedi dishlarim. Shunga moslab implant qo'yib berdik. 2 oy ichida hozirchalar keladilar. Prosta keladilar. Nima uchun? Bizdan profilaktika uchun keladilar. Almashab berib turamiz har vaqtdan protezlarni. Tushundim. Implantlari shudir shunda turibdi. O'sha 10-yilda qo'yganmiz. 2020 ya 2019-yillarda qo'yilgan. Shu 92 yoshar patsientimiz. Inshaalloh. Hozircha masalan kelib ko'rinib turadi.
Şahruxa, ina məsələn bir dana dişim yox bolsa, məni şunu məsələn iş yerimdə yüzümün özgərişinə təsir etəmi olmağa təsir etər, başqa dişlərimə. Bir dana diş yoxluğu, məsələn, simmetriyaga ham, osonkaga ham ta'sir etadi. Uni ko'p odam nechik tushunadi. Bir dana dishdan, masalan, bir danaga berilmaydi u. Bir danaga kuzatmaysiz. Masalan, bir dishingiz yo'qmi? Ko'p odam ay dedi, o'zi natib ketadi, dog'lanib ketadi deb o'ylaydi. Lekin bu yerda o'zi fenomen Papua-Gadona degan narsa bor o'zi, fenomen. Oshi shakllanishini yordam beradi patsientning o'zi. U masalan bir danaga bo'lmaydi, u yillar mobaynida 10 yil, 20 yil mobaynida kuzatiladi. Bir danaga bo'lmaydi. Məsələn, mənim bir dana dişim yox bolsa, qalan sağlam dişlərimi alıb durub əgər implant qoydurmasam, başqa nəsə etsəm, başqa dişlərimi alış gərək yanındaydı, doğrumu? Lakin əgər implant qoydursam, doğru bir dana dişini qoyub qoyarız yanına. Şunu o sağlam dişləringiz çaxlanmaydı ham, mikroprotez takış ham şart emas. Sразу bir dana şöyləcə implant qoyulub, üstünə bir dana diş qoyub beriladi. Başqa dişlərimə zərər etməydi. Yox, ona zərər etməydi. Əgər şu dişingiz bilan yana bir 10 yil, 20 yil yursəniz, kuzatsangiz bo'ladi. Shuni yon boshindagi dishingizda yo karies, yo pastki dishlarda bo'ladi. İkisinden birisinde baribir karies kuzatiladi. Uchun desa u yerda nagruzka to'g'ri bo'lmaydi-da. U sizda sezilmaydi. Tushundim. Məsələn, implantatların türləri neçik болады, şu narsalarni bir görsək, nələrəm görsək, kuzatuvchilarimizga. Biz shu implantlarni O'zbekistonga kirib kelgan hamma firma bilan ishlaymiz. Masalan, germanskiy desa germanskiy implant qo'yib beramiz, koreyskiy desa koreyskiy. Hamma implantlardan bor. Bu kutuda joylashgan Ostem Megagen firmasının implantlari, Ostem firmasının implantlari, Aizen firmasiniki bor. Har qaysi firmani o'zina loyiq implantlari bor. Chiqqan, masalan, ekonom, premium, elitni. Ekonom klass implantlari Megagenda ST implant deb aytiladi. Уже premiumlari N1dan boshlanadi. N-Rich, Blue Diamond. Keyin Aizen'da ham shuningdek, Aizen'da I-sistema, T-sistema, multi degan implantlari bor. Ular ham shu premiumlikka qarab bo'linib ketadi. Ostemda ham shunday bo'ladi. Ostemda ham kalsiy implantlari bor, soyali implantlar bor, SLA покрытиялari bor. Uni соединениялari boshqachalari bor. Masalan, TS, SS, US degan implantlari bor. Даже amerikanskiy implant ham bor. Ostemni u hali endi yaqinda kirib kelgan. U Ostem emas, High Ostem deb chiqadi. Bu firmasi Amerikada ishlab chiqariladi. Bu Amerika uchun chiqqan. Bu esa bizning O'zbekiston uchun chiqqan. Даже buni etiketkasida Toshkentni narsa yoziladi. Uchun desa bu ofitsialniy kirib kelgan implant. O'zbekistonga ofitsialniy kirib kelgan implantlardan biri shu Ostem deb aytiladi. Boshqalari hali ofitsialniy kirib kelmagan. Bu implantlarning farqi nimada o'zi? Farqi shu agressivlikda, masalan, suyakni zichligidan nisbatan, masalan, D1, D2, D3, D4 suyaklar bor. Ular masalan D4 eng yumshog'i, D3 sal yumshoqroq, уже D2 eng zo'r suyak deb aytsak bo'ladi. D1 esa dim qattiq. Ular shu implantlardan tanlab qo'yiladi. Masalan, основной yuqorgi jag'ni malyarniy zonalarida D4, D3 kuzatiladi ko'p patsientlarda. Uning vaqti biz ishlatamiz Megagen firmasining N-Rich implantlarini, liba Ostemni o'zini kalsiyli implantlari bor. Shulardan qo'yamiz. TS4 degan implantlari bor. TS4lar shu N-Rich bilan raqobatdash bo'lib biladi. Bularni narxlarına gəlsək, elitni, premium, ekonomni deb aytdınız, doğrumu? Narxları neçə bularning? Narxlari bir-biridan farq etadi. Dumam katta farq etmaydi. Ozgina farq etadi. Masalan, aytadilar-ku, $100 bor implant deb. U implantni masalan qo'yilishi bilan aytiladi, lekin implantni $100 bo'lmaydi u. Xolasal $15 ham bor implantlar, lekin u implantlar masalan o'z integratsiyaga chidamli emas. Masalan, tork berganda
Onun pasiyent tushunmaydi-ku. Masalan, Aa. tork bergan vaqtda implant sinib ketadigan vaqtlari bo'lgan. O implantlarni masalan sostav titan bo'lgani bilan masalan yumshoqroq grade masalan hamma ishida ko'rib turganlaringiz implantlar hammasi grade 4. Ularda shu sal yumshoqroq bo'lsa, torkda sinib ketadi. Undan qo'ymaymiz. O implantlar уже pasiyent ham minus, и bizlar ham minus. O kerakmaydi umuman. Biz shu основной Osteum, Megagen, Aizen implantlarni ishlatib kelyapmiz. Dio implant ham bor. U hozir уже Koreyadan kirib kelyapti. Endi hozir uzilish bo'lib turibdi. Nechun endi bilmayman, uni firmani nalari biladi. Tork dedingiz-ku, bizning kuzatuvchilarimiz uchun tushunarli bo'lishi uchun aytsangiz siz hozir o'zingizni nangizdan. Tork degani shu suyakka qo'yilgan vaqtda stabillikni olib bilish, masalan, qotishidan, suyakda qotishi. Suyakka o'rnashishi ya'ni. Ava, masalan, 0 tork bo'ladi, 5 tork bo'ladi, 10 tork, 15, 20, 25. Eng zo'r tork shu 25-30. Shuning vaqtda уже сразу biza disnoformirovatellarni ham qo'yib bersak bo'ladi. U degani masalan one stage, two stage degan nalar bor. Endi implantni turlari one stage da уже implant qo'yiladi, sразу уже diosnik ham qo'yib beriladi. U one stage. Agar уже two stage o'tadigan bo'lsak, bunda implant qo'yiladi va ustidan zaglушка qo'yilib, diosna tikiladi. U keyin уже 2 oydan keyin keladi, diosnik qo'yiladi. One stage desa, уже diosnik qo'yilib beriladi, sразу уже qalba keladi 2 oydan keyin. Уже kesib tikib berilmaydi. Shohrux Akbarovich, bu yerda aytdingiz, eng arzon implant necha dollardan boshlanadi? Bu yerdagi arzon implant shu $150 boshlanadi, shu $500 bor. Narxlarında farqi, masalan, shu $500 и $150 nima farqi bor ikkisini? Farqi, masalan, hammasida grade 4 bo'ladi, lekin piskostroyniy обработкасында SLA покрытиялari bor. Keyin plus SLA покрытие kalsiy ionlari shimdirilgani bo'ladi. Либо XSP100. Undan masalan aktivniy da, bioaktivniy. Masalan, BA degan implantlar bor, unda bioaktivniy. Сразу уже даже kana qo'ydingiz, implant ustidan уже сразу aylanadi. И ularda osteointegratsiya davri masalan 2 oy emas, 25 kunda уже сразу osteointegratsiyani kuzatsangiz bo'ladi. Tushundim. Сразу agar xohlasangiz 3 kun ichida ularda natsangiz bo'ladi. Agar сразу dishni qo'yaman desangiz 3 kun ichida qo'ysangiz. 3 kun ichida уже qo'yib chiqadi. Undan lekin torkni olib bilish kerak. Stabilniy masalan bir xil tork olib, masalan 25 yo 30 tork olsangiz, сразу 3 kun ichida dishni qo'yib berish kerak. Agar 3 kun ichida qo'yilmadimi, уже tork pasayib, net bo'ladi. O'ynaydigan vaqti bor. Masalan, hozir og'izda qatkani bilan u masalan 3 kundan keyin suyak masalan net bo'ladi. Torkni pasaytirib oladi. Tushundim. 30 torkingiz 0 aylanadi shu 3 kun ichida. 3 kundan keyin masalan 4-kun implant qo'ygan vaqtingiz, to'lagan vaqtingiz implantni burab olishingiz mumkin. Siz eng ko'p ishlatiladigan, pasiyentlar ko'p kelib talab qilib so'raydigan qaysi implantdan qo'ydiradilar ko'proq? Ko'proq menga keladigan shu Megagenni Enrich firmasini so'raydilar, lekin Enrich ham zo'r implant, premium implantlarga kiradi. Lekin men tavsiya etadim, vrach qaysi implantni xohlasa shuni qo'ydirishlarini. Bu yerda masalan pasiyent tanlamaydi implantni, vrach tanlashi kerak. Implantlarni qimmat deb aytadilar. Siz o'zi shunga nechik fikr bildirasiz? Implantni o'zi qimmat emas, menimcha, deb o'ylayman. Nechun desa, bu yerda vrachebniy usluga. Implantlarni masalan magazinga borib so'rab ko'rsalar, magazindan olib uyga borib qo'ysalar ham bo'ladi, arzonroq tushadi o'zlarini. Уже o'zlari olib qo'ysa ham bo'ladi, lekin уже bu yerda usluga uchun pul to'laydilar, to'g'rimi? Nechun desa, hamma masalan implantni qo'yib, masalan torkni olib bilmaydi-ku. Bir xil torkni. Masalan, eng zo'r implantni borsin, masalan terapevtga, ortopedga borsin, shuni qo'yib beradi. Может implant turmasligi ham mumkin, qatmasligi ham mumkin. Уже suyakka olmaslik. Masalan, zo'r implantlik deganning foydasi yo'q. Masalan, Blue Diamond, Enrich, Soil implantlar bor, kalsiyli implantlar bor. Bu eng qimmatini olib qo'ydirganning foydasi yo'q, agar qo'yib bilmasalar, o'rnashmasa suyakka, to'g'rimi? Shuni hisobini ham usluga uchun asosan pul to'laydilar. Bu yerda implant qimmat emas. Ko'p vrachlar lekin implantimiz qimmat deb implantni aytadi. Tushundim.
Hozir biza bir taklifimizni aytib o'tib ketaylik. Biza siz bilan kelishganimizdan kuzatuvchilarimizga, podpисчиklarimizga implantni 1+1 aksiyasini aytib bersak edik. Gaplashganimizdan shu qilamizmi, shuni nechik bo'ladi, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. 1+1 aksiyasini qildik-ku endi Ro'zadadan hali men nima desam. Agar pasiyent o'zi kelsa, men 1+1 aytib qo'yib beraman. Lekin uni reklama etish niyatim yo'q. Endi YouTube'da masalan bizani ko'rib turganlar, ko'rib shu videodan keyin kelsalar qilib berasiz, to'g'rimi? Ha, kelsalar qilib beramiz. Ha, tushundim. Ko'pisi aytishi mumkin, masalan, nachina 1+1 qilib turibsizlar, yo bu arzonmi, yo bir nada shubhasi paydo bo'lishi mumkin-ku. Yo'q, shubha bo'lmasa kerak. Nechun desa bizda masalan sertifikatlar ham bor implantlarni. Pasiyent o'zini masalan sertifikat yoziladi va o'zini beriladi. Bunda hamma narsalari stikkerlargacha yozilgan masalan. Mana stikker va sertifikat. Garantiyli sertifikat. Bunda уже жизненный garantiya beriladi. Ha, уже garantiya ham berasiz bir umrlik. Implant uchun. Ham shuni aytib o'tishimiz kerak. Implantni ko'p odam germanskiy deb so'rab keladilar. Germaniyada yozilgani уже Germaniyada chiqadi degani emas. Masalan, hozir solishtirsak bo'ladi. Bu masalan Anyone implant bu yerda yozib qo'yibdi Hannover Germaniya. Bu yerda Ostemni High Osten degan implantini yozib qo'yibdi. Mirabad District Toshkent. Bu degani O'zbekistonda chiqadi degani emas. Bu O'zbekiston uchun chiqadi degani bu Amerikada chiqadi High Osten. Даже bu Amerikada qimmat ham qo'yiladi Chambera nisbatan. Menga bundan Hannover Germaniyada qo'yibdi. U Germaniyada chiqadi degani emasdan implantni. Koreyada, ustunda Koreya yozilgan. Bunda mana Koreya, Bom Koreya. Shahrux Akbarovich, bizda yana bir muhim narsa, sterilizatsiya instrumentlar haqida. Nechik bo'ladi u narsalar, o'zi instrumentlarni одноразовый bo'ladimi yo ishlatasiz o'zingiz? Melki narsalar одноразовый bo'ladi. Xirurgiy narsalari u sterilizatsiyadan chiqib ishlatiladi. Sterilizatsiya xonamiz pastda bo'ladi. Bizda ham kvarts boksimiz bor. Bunda sterilli narsalar turadi. O'zini kvarts lampasi ham bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Hamma narsa upakovkalangan bo'lib chiqadi. Bu yerda уже ko'rsangiz bo'ladi. Yana bu narsasi o'zgaradi. Masalan, go'yikdan qoraga o'tadi. Intial blue and black deb aytadi. O'zida narsani bor. Sterilni ekanligini bilsak bo'ladi. O'zini masalan bu yerda narsa bor. Chiqqan. Yana bu indikatorlari bor. Shu orqali sterilni ekanligini bilsalar bo'ladi pasiyentlarimiz. Bu narsa shunda sterilizatsiya emas, nima apparat dedingiz buni? Sterilizatsiyadan chiqqan kvarts boks. Sterilizatsiyadan chiqib bu yerda turadi. Ochiq holatda turmaydi-da. Ha. Toza turish uchun. Ha, shu yerda turadi. O'zini kvarts narsam bor, lampalar ham bor. O'chirib qo'yiladi. Operatsiyadan 5-10 minutdan yoqib, natlaridan bu ixlanadi. Avvida kvarts lampamiz ham bor edi. Bu yoqda, bu yoqda. Qaysi? Bu narsa qarang. Yana yoqda kvarts lampa. Ha. Bu yoqda. Bu narsa nima bo'ladi? Bu xonani natanda. Sterilizatsiya uchun. Xonada mikroblar qolmaydi. Sterilizatsiya pastda bo'ladi. Xonani sterilness uchun. Pastda sterilizatsiya bo'ladi, avtoklavdan chiqadi. Avtoklavdan chiqadi. Uni sterilizatsiya qiladigan xodimimiz отдельный. Uni o'zi shu bilan shug'ullanadi. Faqat sterilizatsiya qiladi, yuqori chiqib ishlamaydi bu yoqda. To'lqa pastda o'tiradi. Ya'ni polni qo'rqmang narsalar bo'ladi, ishonib narsalar bo'ladi. Nechun desa, страховка uchun biz analizlar ham yo'lga qo'yganmiz bu yerda. Даже implantatsiyadan oldin analiz ham olib, сразу 2 soatda chiqarib o'zlarini ответlarini ham aytamiz. Analiz olib, уже полный ishonch hosil qilgan holda уже bu yerga kelib, instrumentlarimizga ishonsa bo'ladi. Ha, nechun desa, xolos одноразовый ochiladi, xolos многоразовый sterilniy naborlarimiz ham bor. Shahrux Akbarovich, rentgen xonamizni tanishtirib o'tsangiz, keyingi xonamizni. Bu xonamiz 3D rentgen xonamiz. Bu yerda panoramniy snemkalar va 3D rentgen bo'ladi. Bu apparatimiz только panoramniy rentgen va 3D rentgen qilib biladi. Mana narsa obyomi
14,5-16. Даже lor organlarni ham ko'rsa bo'ladi bunda. Urganchda yagona bo'lgan. Urganchda yagona edi, уже ko'payib boshladi. Lekin birinchi kelgan Xorazm. Birinchi oldirgansiz. Birinchi kelgan Xorazm. Bu nima vazifani bajaradi? Vazifasi shu 3D rentgenni 3D'da biz hamma kasalliklarni ko'rsak bo'ladi. Og'iz bo'shlig'idagi, masalan, qattiq to'qimada uchraydimi? Panoramnida shu to'liq ko'rinmaydi. Panoramnida to'liq ko'rib bilamiz-da. 3D'da polniy hamma razrezlardan ko'rsak bo'ladi. Srezlarni. Bera odamning yuzini qo'yib, polniy natar ekandan bay. Rentgen qilamiz. Ham aytdim-ku, unasi katta buni. Chem boshqa rentgenlarga nisbatan 14,5-16. O'zi eng kichkinasi 12,9 mi shundan boshlanadi. 9-12. Bu 14,5-16. Даже lor organlarni narsa ham bo'ladi-da. Ko'p lorlar ham beri rentgenga yuboradi. Shohrux Akbarovich, biza kuzatuvchilarimiz uchun men videoni boshida aytib qo'ydim. Bir maxsus taklifimiz bor deb, shunga biza implant qo'yib bersak, ya'ni necha odamga qo'yib berib bilamiz, necha dona shtuk. Siz o'zingiz ham bir maslahatlashgan holda. Besplatni qo'yib beradigan bo'lsak, 3 dona pasientimizga qo'yib bersak bo'ladi. 3 dona pasientga 3 dona implantni biza besplatni qo'yib beramiz, lekin sharti bor. Bizani YouTube kanalımıza, Instagramımıza, Telegram kanalımıza 3'sine podpiska bo'lasizlar. Va keyin yana necha shart beramiz bular. Podpiska bo'lishi va storieslarda bizani любой bir postimizni Instagramdagi olib turib, o'zingizni istoriyangizga repost etasizlar va biza video chiqqandan keyin 10 kundan keyin biza tellab olamizdan, g'oliblarni 3 tanasini aniqlab olamiz. Bo'lishi mumkin-di, 30 odam atmet ketishi mumkin, 100 odam atmet ketishi mumkin. Endi har xil bo'ladi. Uchish shanslaringiz ham baland bo'lishi ham mumkin, past bo'lishi ham mumkin. U narsa endi omadga bog'liq. Shunday. Biza 3 dona implantni qilib beramiz shunday. Va keyin bizani yana shunday stomatolog studentlar ya bo'lmasa уже ishlab yurgan doktor stomatologlar kuzatib turgan bo'lsa, siz implantatsiya bo'yicha offline shogirdlik kursingiz haqida bir ma'lumot bersangiz, siz masalan meni implantatsiya bo'yicha постоянно shug'ullanib kelatirsiz 5 yildan beri qurish sohada, to'g'rimi? Rossiyaskiy ekspertlar, amerikanskiy ekspertlardan o'zingiz ham ta'lim olib kelishda ozracha to'xtamaysiz. Shu sababdan ham tajribangiz ham yetarli deb o'ylayman. Necha student olib bilamiz biz tayyorlash uchun shu implantatsiya polniy tayyorlash uchun bir gruppada 4 dona. 4 dan ko'plik etadi. Hozircha bir bolani o'zi bilan shug'ullanib turibman. Ungacha общий 2 bolani chiqardik. Qaranglar, biza hozir gruppovoy 4 odamga açışımız mümkün. İndividualni ham bor bizda, to'g'rimi? Individualni bor. Uning uchun har operatsiyalarda kelib qatnashadi. Har operatsiyalarda kelib qatnashsa bo'ladi va o'zini vaqtina qarab-da, to'g'rimi? Lekin qarab keladi. Nisbatan sal qimmatroq bo'ladi bu oddiy gruppaga qaraganda. Shunday. Keyin implant qo'ydirjaklar, pasientlar bizani kuzatib turganlar, именно hozir videoni ko'rib, o'sha oyning o'zida anketa qoldiramiz hozir pastda silka. Shundan ro'yxatdan o'tib konsultatsiya chaqirganlarimizda biza 1+1 aksiyasini qilib berib bilamiz, to'g'rimi? Xudo xolasa, bir dona implant qo'ydirasizlar. Bir dona implant narxi $250 o'rtacha. $250. Birsini qo'ydirsangizlar, ikkinchisi sizlarga besplatniy. Ya'ni 4 dona implant qo'ydirsangizlar, yana 4 tanasi sizlarga muta tushadi besplatniy. Lekin nachu mut deb turgan bo'lsangizlar, uni narsa yo'qmi ya garantiyasi desangizlar, Shohrux ham sertifikatlari hammasini ko'rsatib o'tdik, shu garantiyalari bilan taxlab beradi. Implantlar жизненный garantiya. Bizda shunday esa, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, sizlarga katta rahmat. Pastda anketa qoldiraman. Shogirdlik bo'yicha ham va implant qo'ydirjak bo'lgan pasientlar uchun ham qoldiraman. Girib, ro'yxatdan o'tib, bizlar bilan bog'lansangizlar bo'ladi va aksiyamiz shu aytganimizdek, storieslarda atmetga etasizlar, storiesingizga Instagram, Telegram, YouTube'imizga podpiska bo'lasizlar.
Bizani birinchi vypuskimiz shu bo'ldi, birinchi videomiz. Ага. Xohlasa, yana kuzatishda davom etinglar, yana yangiliklarni e'lon etib qolamiz. Xudo xolasa. Asa, Shohrux Sog' bo'ling. aka, rahmat. Yaxshi.